Örüş arqaqlari sap paxta jipdan to'qilgan. Rostini aytsam, menga korxonamda 1500 ko'g'i bitgan desizlar. Boshqa to'laymiz, ijaraga, bozor boshqarishga bir minch pul to'laymiz. Shunga 2000 ko'ydan kam bo'lib qolsa bo'lmaydi. 2000 ko'y baslar. Ha, bo'pti amsa. Mana pul, sanavaslar. Ha, to'g'ri ekan. Amsa yo'q gapaslar. Ha. Qizim, Baqilamsa. gilamga bir qarab ketdingiz. Baytınqı gilamlari hamma gilamlarning oldi ekan. Lekin mavi gilamga chiga aralashib qoldi. Qizim, bo'shroq gap qiling. Ustalarning texnikasi niyat iqboli o'xshamaydi ekan. Siz gilam to'qishni biladigan o'xshamamsiz. Astala, Nereden keldiniz? yezidan. Shaharga o'ynab keldingizmi? Yo'q, ish izlab keldim. Undaq bo'lsa, mening korxonamda gilam to'qib ishlab berasiz. Ma'qul. Ha, kiring qizim, kiring. Ha. Qarang, mana mushu mening korxonam. Qizim, bu gilam bitganmidi? Ha. Bah. Nima degan chiroyli to'qilgan gilam bu? Ha. O'tganda men 2000 ko'g'i sotgan gilamga o'pmoqchash chiqibdi o'g'u. Ha. Qizim, ha. Shu gilamni siz to'qiganmidingiz ya? O'tganda o gilamni bizning korxonada to'qigan davotmamdilar. Qizim, endi rost gapni desam, o gilamni men bir ayoldan 1500 ko'g'i sotib olgan. Shu gilamni men to'qigan. Qanday Avvalo, o'tganda men olgan gilam haqiqatan esil gilamkan. Shundaq gilamdan 10 zakaz qilay degan bo'larmi? O nima? Uningga mush qizim bir nima desin? Siz o mollaga, do'konga qarg'ash, puliga chiqsa setib qo'yasiz. Ma'qul. Bu gilamingiz qancha pul? 500 qo'y. Azanroq bo'lmamdi. Azam bo'lmaydi. Bu Gulchiman emas-ku? Voy shu, Ahmad Sho'jining kelini shu. Shukan, Gulchiman degan bir nima. Shukan. Mehna xotin. Nasıl Ahmad Sho'ji deyli? Shuji. Qopsila. Hey, nima bo'ldi? Voy bizchi sizning Gulchimanni oyat ko'rib qoldi. Ko'rib qoldik.